Endilikda O'zbekistonda mashinasi ekologik nosoz deb topilgan haydovchilarga chora ko'riladi. Mashinangizni tekshiruvdan o'tkazib oling, hurmatli haydovchilar. Mamlakatda toza havo oyligi bo'lib o'tadi. Tadbir 2 bosqichda tashkil etiladi. Birinchi bosqich 10-apreldan 10-maygacha, ikkinchi bosqich esa 10-avgustdan 10-sentyabrgacha bo'lib o'tadi. Ekologiya vazirligining ma'lum qilishicha, tadbir atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi hamda ekologik nazorat to'g'risidagi qonunlar ijrosini ta'minlash, foydalanishda bo'lgan avtotransport vositalarining ekologik holatini nazorat qilish maqsadida o'tkaziladi. Toza havo oyligi davomida muntazam yo'l-patrul xizmati maskanlarida, majburiy texnik ko'rikdan o'tkazishda hamda ko'chalarda harakatlanayotgan avtotransport vositalari tekshiriladi. Ekologik nosoz deb topilgan avtotransport vositalari haydovchilariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 87 va 125-moddalariga ko'ra choralar ko'riladi. Shuningdek, atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga asosan avtotransport vositasidan nosozligi bartaraf etilgunga qadar foydalanish taqiqlanishi mumkin.